Assalomu alaykum hammaga. Do'stlar, sizlar bilan men Shahzod Po'latov. Xullas, bugun Rossiya va Qozog'iston haqida gaplashib o'tamiz. Rossiyada oyliklar qancha, Qozog'istonda oyliklar qancha? Shular haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Sababi Qozog'istonda 5 yil ishlaganman. Qozog'istonda dokumentatsiya, oylik, ob'yom, ish haqida Rossiya haqida ma'lumot berib o'taman. Bundan oldin Rossiyaga kim kelib ishlamoqchi bo'lsa, O'zbekiston, Tojikistondan kelmoqchi bo'lsa, xullas ish bor. Pastda lishniy o'zim nomerim yozib qoldiraman. Kimda yo'l kirasiga, dokumentatsiyalarga puli bo'lmasa, pastdagi nomerga aloqaga chiqsalaring, hamma narsa haqida to'liq podrobni tushuntirib o'taman. Xullas, bugun Qozog'iston haqida gaplashib o'tamiz. Rossiya haqida уже hamma bilsa kerak. Xo'sh, Qozog'istonda zarplata qancha, dokumentatsiya qancha, to'liq ma'lumot berib o'taman. Sababi bundan oldingi videolarda juda ko'pchilik komment yozib qoldirgan. Qozog'iston уже kidala, yana kimdir Qozog'istonda 3 oy ishlaganman, dokumentimni bermagan, olib qo'ygan. Yana kimdir komment yozib qo'yibdi. 20 yildan beri, 10 yildan beri Qozog'istonda ishlayman. Zarplatam har oyma-oy pulimni beradi. Otpuska olaman, 20 yildan beri ishlayman deganlar ham bor. Xullas, mana shular haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Boshladik. Videoni boshlashdan oldin kanalga bitta podpisatsiya bosib, like tugmasini bosib qo'yinglar. Sizdan ketadigan shu, qo'l og'rib qolmasa kerak. Xullas, boshladik. Qozog'istonda sredniy oyliklar qancha? Endi boshqa sohalarni bilmadim. Endi men постоянный stroykada ishlaganman. Oyliklar 400 ming, 450 ming tangadan boshlanadi. 600 ming tangagacha. Bu 600 ming tanga qancha deganlarga $1200. Endi men dollarga hisoblaganman. Rublda bilmadim, примерно $1200. Hozirgi именно 2025-yil oktyabr oylarida где-то 100 ming, 5-10 ming rubl atrofida bo'lsa kerak. Xo'p, 600 ming tanga bu yaxshi stroykalarda ishlasa 600 ming tanga oylik beradi. Xo'p, nima uchun Qozog'iston aholisi chetga ko'p chiqib ishlamaydi? Sababi Yevropaga ko'p chiqadi основном aholi Qozog'istonda o'zida. Sababi oylik normalniy Qozog'istonda o'zlariga yetadi. Xo'sh, примерно 500 ming tanga agar Qozog'istonda topib tursa, где-то примерно $1000 atrofida. Normalniy. Bizda ham mana shu oyliklar bo'lsa, hamma o'zimizda ham ishlaydi. Sababi Qozog'istonda oyliklar o'ziga yetadi. Xo'sh, endi dokumentatsiyalarga keladigan bo'lsak, O'zbekiston grajdaniga ham, Tojikiston grajdanlariga ham birinchi marta borgan paytda gastevoy registratsiya qilsa bo'ladi. Gastevoy registratsiya 1 oylik, 3 oylik, tojikistonliklarga 3 oylik, O'zbekiston grajdanlariga 1 oylik. Bundan oldingi videoda ham qo'yib o'tganman. Vид на жительство olmoqchi bo'lganlarga Qozog'istondan, chunki kommentda yozgan ko'pchilik nomeriga telefon qilib yozgan. Aka, Qozog'istonda vид на жительство olsamchi, sababi Rossiyadan dokumentatsiya qilishdan charchaganman. Kelasan, tak patent 1 kilometr ochret. Xo'sh, kechqurun kelasan, уже dokumentatsiyalar bitmay qolsa, xo'p, ertasi kun yana kelish kerak. Xullas, bosh og'riq. Shundan qutulish uchun Qozog'istondan vид на жительство olsam-da Rossiyaga kelib ishlasam qanday bo'ladi deb, xo'p, yaqinda bir 3 kishi so'radi. Men shu video qilib chiqarib qo'yayin, чтобы boshqa odamlar qilmoqchi bo'lganlar ham podrobniy bu narsani tushunsin. Qozog'istondan vид на жительство olsalaring, Rossiyaga absolyutni biron aloqasi yo'q, biron foyda bermaydi. Sababi Qozog'istondan olgan vид на жительство Qozog'iston territoriyasiga ishlaydi. Qozog'istonda vaqtinchalik yashashga haqqingiz bor degani. Bu Qozog'iston vид на жительствоsi 10 yillik. 10 yillik beriladi, уже tugagandan keyin yana uzaytirib ketsa bo'ladi. Lekin vид на жительствоning bitta foydasi, hozir aytib o'taman. Yevropaga tojikistonlik, o'zbekistonliklarda hozir chiqish qiyin bo'lyapti. Qozog'istonda vид на жительствосini olib turib Yevropaga chiqsa tez. O'zbekiston, Tojikiston pasporti bilan chiqqandan ko'ra
Qozog'istonda vidna jительствосidan chiqish osonroq. Sababi men bir ikkita Yevropaga jo'natadigan kompaniyalar bilan borib gaplashganda, хотя бы vidna jительство bo'lsa, tezroq dokument bitadi degan. Shuning uchun Qozog'iston vidna jительствоsi bilan Yevropaga chiqish ham osonroq. Keyin Qozog'iston vidna jительствосini olsak, O'zbekiston liba Tojikistondan grajdanstvo uzib tashlanadimi deganlarga yo'q. Absolyutno biron bir na zarar, na foydasi tegmaydi. Vidna jительствоning siz yashab turgan davlatga, sizni grajdan pasportingizga aloqasi yo'q. Qachonki grajdanstvo olaman degan vaqtda уже Qozog'iston liba O'zbekiston, liba Tojikiston shu oldin yashab turgan davlatingizdan uzilishingizni so'raydi. Xo'p, vidna jительство, Qozog'istonda ishlash mana shuncha. Rossiyada juda ko'pchilik Rossiyan dokumentlaridan charchagan. Sababi lishni men o'zim ham charchaganman. Qayergadir borsang gosluga, уведомления, biometriya и так далее. Xullas, bu Rossiyan dokumentatsiyalari уже bitmaydi. Xullas, birini iziga ikkinchisi уже yangi yildan keyin tayyor tursalaring yana bir narsalar chiqadi. Amina приложение, xullas boshar xullas. Qozog'istondagi shunday. Qozog'istonda stabilniy oylik 400-500 ming tanga, где-то $1000 atrofida. Lekin Qozog'istondan O'zbekiston, Tojikistonga borish, xo'sh, agar taksida boradiganlarga lishni men o'zim biron marta Qozog'istondan turib O'zbekiston, Tojikistonga samolyot bilan uchmaganman. Sababi samolyot qimmat. Где-то 20 ming rublga bilet oladigan bo'lsam, 20 ming rublga bilet olmayman-da. Almatadan turib Toshkent, Surxondaryo, xullas qayerga bo'lsa taksi bilan ketsa arzon. Где-то 5-6 ming rubl bilan уже uyga bemalol yetib olsa bo'ladi. Tojikistonning любой joyiga, O'zbekistonning любой joyiga. O'zbekiston, Tojikistonga yetib olsa bo'ladi. Uyga borib kelish chem Rossiyaga qaraganda Qozog'istonda ishlasangiz arzonroq. Qozog'istonda rasxodlar kamroq. Например, Qozog'istonda dokumentatsiya 3 oylik dokumentatsiya hozir почти Rossiya bilan bir xil bo'lib qoldi. Где-то 25-27 ming rubllar atrofida 3 oylik registratsiya, разрешение работа. Rossiyada ham уже patent to'lov 9 ming 10 mingga borib qo'ydi. Dokumentatsiyalari Rossiyanikidagiday ko'p qiyin emas-u, lekin sal ko'proq pul to'lab bosh og'rig'i yo'q. Topshirasiz, tayyor bo'ldi, chaqiradi, bor bo'lasiz. Bunday goslogiya, biometriya, уведомления takoy bosh og'riqlari yo'q. Xullas, Qozog'istonda yashash chem Rossiyaga qaraganda arzonroq. Men tushunchamda, endi bilmadim boshqalar qanday deb o'ylaydi. Xo'p, agar 10 ming rubl bo'lsa, Qozog'istonga bo'ydan bo'ygacha bemalol yetadi bitta odamga. Taksi arzon, avtobuslar arzon, xullas yashash arzon. O'rta Osiyodagi, sredniy narx chem Rossiyaga qaraganda arzonroq. Xullas do'stlar, bugungi videorolik mana shundan iborat edi. Videoga bitta like bosib, kanalga podpisatsiya qilib qo'yinglar. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar. Qozog'iston bilan Rossiya haqida tushungan ma'lumotlarimiz shu. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar.